شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Bakara'nınki 252. ayetiga keldik. İlgirki derslerde Banu İsrail'ninki 5. keçirgen bir mun jarayony so'zlab bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga xitob qilib turib, shu ilgiri o'tgan oyatlardagi umumiy jarayonni ko'rsatib turib deydiki, astag'firullah, tilka ayatullohi natluha alayk bil haqq va innaka laminal mursalin. Yuqorida o'tganlarning hammasi Allohning aniq dalil paket oyatlari bo'lib, biz bularni sana haqiqiy ravishda tilovat qilib turyapmiz, o'qib turyapmiz, oqidin so'zlab turyapmiz. Va innaka laminal mursalin. Sen Allohning payg'ambarlarininki elchilarining qatoridansan. Biz 243-oyatdan tortib bu voqelikni o'qishni boshlagan. Alam tara ilallazina kharaju min diyarihim wa hum uluf degan oyatda o'limdan qo'rqib minglarcha kishilar yurtidan chiqqan, qochib chiqqan, sen bularga qaramamsa degan o'rindan tortib masala boshlangani turibdi. Bular yurtidan o'limdan qo'rqib qana qildi, qochib chiqdi. Hayotlikning, mamatlikning Allohning ilikida ekanligiga bir mu'min bo'lish bilan ishonch qilolmadi. Alloh bularning jonini oldi, undan keyin bularni qaytadan tirgizdi. Undan keyin bular payg'ambaridan bir podshohdan birini belgilab berish, bu orqali dushmanlar bilan urush qilishni so'radi. Avval jihad qilishni so'radi, urush qilishni izni so'radi. Izni olib bo'lgandan keyin sal keyinga chekinib oldi. Bir podshoh belgilab berishni so'radi, uni belgilab bersa til chaynadi. Allah yana shundoqdimi bularga mehr shafqat marhamat ko'rsatib, podshohning Alloh tomonidan belgilangan bir podshoh ekanligining isbot sifatida bular uzun zamonlardan beri yo'qotgan tabutni malaikalar ko'tarib keldi. Tabutda o'zining burunqi Musa alayhissalom, Harun alayhissalomdan qolib qolgan nurg'un asar atiqlar, nurg'un qoldiqlar, nurg'un asarlarni ko'rdi, xotirjam bo'ldi. Shuncha imtihon sinoqlarni beshidan o'tkazdi, o'stangdan kashdi, eng og'ir tavlangan bir jamoat bu cho'ng dushmanning qo'shini bilan urushga kirdi. Bu qo'shinning ichidagi eng kichik bir bola, Davud alayhissalom shu vaqtda kichik, shu qo'shinning eng kattasini urib o'ltirdi. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taolo bularning oldiga qo'yadigan ve bizning oldimizga mushu oyatda o'qiyotgan Allohning dalil pakitlari. Bizga bir narsa da'vatidi Alloh bu yerda. Ishlarning tartibini da'vatida ko'rsatyapti. O'zining qudratini ko'rsatyapti. Eng oxirida shuni da'vatidiki, sen har qancha azob ketdi. Sana tayyorlig'ing har qancha nachar bo'lib ketsin. Sen dünyanın kanun tertibi boyunca sebebinin bütün imkaniyetinin hemmesini qilib bo'lgandan keyin, o'rtaga qo'yib bo'lgandan keyin Allohga tavakkul qil. Shu vaqtda az firqalar ko'p jamoat ustidan g'alaba qilganini shu vaqtda ko'rsan. Sen o'zingni sonimiz oz dema. Bizning taraqqiyotimiz, kuchimiz, pulimiz, qurolimiz ularga yetmaydi dema. Allohning yordamiga haqiqiy ishongan vaqtida belki shu vaqt keldi. Demakchi, endi oyatning oxirida Rasululloh
Xitob qilinib deydi va innaka laminal mursalin. Ey payg'ambar, ey Muhammad alayhisalom, sen payg'ambarlarning qatoridansan deydi. Qatoridansan. Rasululloh yuqorida Alloh bayon qilgan dalil pokitlarni, yuz bergan ishlarni Rasululloh bilamdi. Rasululloh payg'ambar bo'lishdan ilgari bo'lgan ishlar hammasi Musa alayhisalomdan tortib zamongacha. Tabiiyki Rasululloh uni qanaqa bilmaydi. Bularning hammasini oldidagi oyati degandek natluha alayka bil haq degandek Allohningki xabar berishi bilan on biladi. Bular payg'ambar alayhisolatu vasallam hamma bilan e'tirof qiladi. Bir ustoz bakmagan hayotida Rasululloh o'qib bakmagan, yezib bakmagan, ilm so'rovlig'ini berib bakmagan, buningga birov bu to'g'riliq bir narsa o'g'itib bakmagan ham. Hatta Rasululloh hayotida chiqqan 2 qatimliq safarda yolg'iz bir yakin berib bakmagan. Palaning qashda o'tirib, palaning pukunin anglayapti deydigan ahvolmi yo'q. Bularning hammasi Rasulullohga berilgan bir mo'jizalarning qatoridan. Buni hech kim inkor qilmaydi hatto din dushmanlari. Shu vaqtda o'z vaqtida Makka mushriklari tomonidan "Ya bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam, u bir Rumluq bir sifatda Makkada ishlaydigan. Shuningdan anglayapti, o xristian bo'lgandikin yoki ahli kitob bo'lgandikin" degan oyatga qarshi sura Nahlda Allah subhanahu wa ta'ala bular raddiya berib va laqad na'lamu annahum yaquluna innama yuallimuhu basharun. Bular deyishadi, bu Muhammadga bu gapning hammani boshqalarga yutib qo'ydi dedi. Ey u Rumluqqa xitob qilib ishorat qilib turib. Qur'on uni raddiya deydi, lisanul ladzi yulhiduna ila. Uning tili ajam, arab emas. Va hada lisanun arabiyyun mubin. Ma Qur'on arab til. Bu ikkisi aniq masala bu-ku. Biz o'zimizning tilda olmagan mamlakat yurtlarda yashab qoldik. Xalqning tilini bir adabiy shaklda egallamak uncha oson emas. Tamam, bozorga chiqib 2-3 og'iz gapni o'rganib so'zni chalishing mumkin, ammo adabiy shaklda ifodalab bir narsani o'rtaga qo'ymak uncha oson emas, ana tilga o'xshash. U Rasulullohni palandin pukundan o'rgandi deganlar bu nuqtadan kalasga aqsmaydi, oddiy masala, aniqlar. Demek ma ayette tilke ayetullah netluha aleyke bil haq degeni bir yerde hiç kandak şübhi yok. Yani sen bu hadiselerini kanakamaydan bilmeydin. Sen biravda o'qib bakmagan, kitap o'qib bakmagan, tarix o'qib bakmagan, birav ustozning qo'lida tarbiyalanib bakmagan. Faqat buni biz san haqiqiy ravishda qana qildik, tilovat qilib berdik. Mana bu sening bir mo'jizang. Sen mursallarning qatoridansan. Alloh tomonidan avatilgan elchilarning qatoridansan degan bo'ladi. Anikin oyatdagi tilka ayatullohi natluha alayk. Natluha bizda o'qib berdik, tilovat qilib berdik deb tarjima qildik. Asli natlu deganning ma'nosi asli bir narsaning oqa-oqin keyin-keyindan tizilib kelganni natluha deydi. Yani bu yerda shuni demakchiki, her so'z o'z joyida. Her voqelik o'ziga loyiq ravishda. Voqeliklar o'tirisida to'qinish yo'q, zidlik yo'q, yolg'onchilik yo'q. Masalan, o'ylaylik. Sen bir voqelik ko'rding oldingda. O'z ko'zingdan o'lgücü senden 1000 qatim so'sin bu haqida to'g'risi o'z ko'zing bilan ko'rgan bo'lg'achqa 1000 qatimliq bu voqea haqida so'ralgan savolga o'xshash javob bersa. Javoblar bir-biridan farqlanmaydi. Chunki sen naq ko'rding, o'zgarmaydi. Chunki amaliy reallik o. Agar sen bir real voqeani birini ko'may, yolg'ondan to'qib boshqalar bir voqelikni bayon qilding. 2 aydan keyin mush voqelik to'g'riliq bir sendan so'sa, 6 aydan keyin so'sa, 1 yildan keyin so'sa, 4-5 qatimliq rivoyatingda cho'qim farq chiqib qoladi. Chunki u yolg'on. Sen yolg'onni to'qigan, u yolg'on to'qigan yolg'on, menga yolg'on peti to'masligi mumkin. Hele o'zgarib turadi. Yani Qur'oni Karimdagi bu voqeliklarningki bir necha o'rinda bayon qilinib,
23 yılda düşürülüp bir yerge toplanmagan haleti turup birisi bilan faqat zid chiqmasligi, moslashishı, netluha bo'lishi, netluha degani nima? Bugungi oyatdagi hammasining o'z joyida. Zidlashmasdan, tepishmasdan 23 yıl burun degan gap bilan 23 yilning oxirgi vaqtlarida tushgan oyat bizga mayli hukm jihatda, mayli voqelik, mayli qissa, mayli ahkomlarni bayon qilish, qaysi jihatda olsun zidlashib qolmasdan kelganligining o'zi bu oyatlarning hammasininki bil haq deyilayotganligi, Rasulullahninki minal mursalin elchilarning qatorida ekanligining aniq va aniq fakti. Qur'onda Rasulullahninki meseleni asli o'zining inson bo'lib bilan bilmaydiganligi haqida pek ko'p oyat bor. Qur'onning oyatlariga diqqat qilsanglar, ma kunta ifodasi pek ko'p qo'llanilgan. Qur'onda masalan sura Qasasda Musa alayhisolamning voqealigini bayon qilib kelib, Allah subhanahu wa ta'ala va ma kunta bijanibil g'arbiy iz qadayna ila Musa al-amra. Biz Musaga ish topshirayotgan vaqtida sen yo'qding deydi. Ya'ni bilmayding sen de Hazrat Rasululloh dedi. Sura Al-Imronda Maryam alayhisolamga kim ega bo'lish, kim kepillik qilish haqida ibodatxonning a'zolari chak tashlashayotgan vaqtida bir voqelik bo'lgan. Bu voqelikni bayon qilib Rasulullohga nima deydi? "Va ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum." Bular Maryam alayhisolamni talishib chak tashlashayotgan vaqtda sen yo'qding, bilmayding sen deydi. Yani Sura Qasasning 46-oyatida Musa alayhisolamga nido qilgan vaqtni qana qilib, bayon qilib, "Va ma kunta bijanibit tur iz nadayna." Biz nido qilgan vaqtimizda sen yo'qding deydi. Ondan boshqa Sura Shuro'ningki 52-oyatida yana o'xshash. Allah o'zining vahiy qilgan jarayonlarini, bandlarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan jarayonlarini so'zlab ketib o'tib, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Sen kitob nima, iymon nima, buni bilmayding. Qarang, Qur'on bilmayding, yo'qding, uqmaydinglar bilan to'shab ketganlik ya'ni Rasululloh. Bu nima demak endi bu? Rasululloh inson buni sifat bilan bilmaydi. Rasululloh buncho'la ta'limotlarni ekagudek yerda emas. Rasululloh aniq faxrlangan holat deymizki, o'qimagan shu vaqtda, yozmagan, ustozlik o'qib bakmagan. Bularning hammasini Rasulullohning aklalishi mumkin. Qur'on aniq necha o'rinda deydi-ki, sen bilmaysan deydi. Sen yo'qding deydi. Sen o'qimaysan, xabaring yo'q deydi. Ama biz de turamiz. Bugün hazır oyatning ma'nosi shu. Natluha alayka bil haq. Biz haqiqiy ravishda turamiz. Bu sizning payg'ambarlikning isbotiki, innaka va innaka laminal mursalin. Sen payg'ambar da'vatli Qur'on. Endi ma oyatda Rasulullahni sen mursallarning qatoridan, payg'ambarlarning, elchilarning qatoridan degandan keyin kalımızga shunda bir xato tushuncha kelib qolmoqsa qaranglar. Payg'ambarlarning hammasi o'xshash. Yo'q, payg'ambarlar o'xshash emas. Allah ba'zilariga ortiq vazifalarni yuklagan, ba'zilariga ortiq imtiyozlarni bergan. Bu masala keyingi oyatda, ya'ni 253-oyatda bu shaklda bayon qilinadi. Estaizu billah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kama kallamallohu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn al-Maryam al-bayinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أنا aşu peygamberler, elçiler, biz ulanın ba'sidan oldiga o'tkazdik, ortiq qildik deydi. Bularning ichida Allah so'zlaganlari bor. Ularning ba'sining darajasini Allah kutadi. İsa ibn Maryamga aniq dalil paketlarni berdi, mo'jizalarni. Ruhul Qudus bilan uni biz kuchlantirdik, ba'doq deb kelib kuchlantirdik masalan. Allah subhanahu va taolo agar xolis etdi,
iniq delil paket hüccetli kep bolgandan keyin ulardan keyin payg'ambarlardan keyin kishilar o'zaro ixtilof qilib bir-biridan to'qinishmagan, urushmagan bo'ladi, lekin ixtilof qildi. İnsanlar ichida iymon e'tiqodlar bo'ladi, kofir bo'lganlar bo'ladi. Agar Alloh xolisa hammadan hech qanday ixtilof qilmaydigan, urushmaydigan qilib lekin Alloh xohlaganini qiladi. Degan oyatlarda bizga payg'ambarlarning vazifalari, insonlarning xarakteri, jamiyatning xarakteri, dunyoning xarakterini bir qadar bayon qilib beradi. Ana oyatni tarjima qilib oldik. Biz birdan kelaylik. Oyatning boshidagi tilka rusulu. Rusul rasulning arab tilida ko'plik shakli, ya'ni payg'ambarlar, ya'ni elchilar, payg'ambardan sal farqli, ya'ni elchilar degan bo'lsa, asli lug'at ma'nosi bir nishonni ko'zlab mang'an kishilarni ko'rsatadi. Rasala asli nishonni ko'zlash degan ma'noda. Ya'ni bular vazifa olib kelgan kishilar degan ma'noda. Endi arab til qoidasi bo'yicha shu payg'ambarlar yoki bu payg'ambarlar deganga haulai degan ko'rsatish olmishini ishlatishi kerak ko'plik shaklda. Chunki payg'ambarlar elchilarni ko'rsatadi. Ammo oyatda tilka rusulda birlik shaklini ko'rsatadi. Bu shuni demakchiki bizga payg'ambarlar qancha ko'p bo'lib ketsin, o'xshamagan zamon, o'xshamagan makonda kelib ketsin, bularning ep kelgan yo'li o'xshash, prinsip jihatdan tutib mangan yo'li o'xshash, tashabbus qilgan aqidasi o'xshash. Butun payg'ambar, butun elchilar tek bir odamga o'xshaydi. Shunga ko'rsatgan ishoratni yakki shaklda qo'llandi. Asli ko'plik shaklda avla yoki bular deb qo'llanish kerak, onuga bu yoki avu degan shaklda qo'llandi. Bu maqsadda kelgan. Ana bu yerdagi tilka rusulu degani shu elchilar degani Rasulullohning ilgari kelgan butun elchilarni ko'ritishi mumkin. Yoki biz Sura Baqarada hozir o'qib ketyapmiz ya. Nurg'un payg'ambarlarning qissasi o'tdi. Shu qissasi o'tgan payg'ambarlar, masalan, Isa alayhisolamning gapi o'tdi, Musa alayhisolamning gapi o'tdi, ulul azmi 5 payg'ambar haqida so'zliq bilan ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ham bizlarga Qur'onning tartibini asos qilsak, biz Sura Fatihadan, Sura Baqaradan boshlab keldik. Balkim Sura Baqarada so'zlanganlarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Qur'onning tushish tartibini asos qilsak, shu Rasululloh mushu oyat tushib bo'lguncha bayon qilingan butun payg'ambarlarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Har holda qanday bo'lsa payg'ambarlarni ko'rsatdi. Bayatın deganimdek oldingi oyatda va innaka laminal mursalin, sen mursallarning qatoridansan, elchilarning qatoridansan degandan keyin bizning kallamizga shunday kelib qolmasin-ki, hammasi o'rtaq bir insonlar o'xshaydi. O'rtaq vazifasi o'xshash. Ya unda emas. Şu elçiler her birinin Allah'ın nazarında o'xshamagandir o'rni. Allah ba'zilarini qana qilgan, ortiq tuvan qilgan. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Endi mushu faddala degan pilg'i kelsak, tarjima qilgan vaqtda ba'zilarini ortiq qildik dedi. Arab tilida ikki xil pil bor. Birovni birovdan oldingi o'ringa qo'yish, birovni birovdan ortiq qilishda ikki xil fil bor. Birisi faddala, tafdil deyiladi, shu oyatda qo'llangan fil. Yana birisi muhabbat. Buni tushuntirish to'g'ri kelib qolsa, masalan men bir misol olsam, oldimda 5 o'ylam bor. Bir vazifa bor. Men 5 o'ylamning har birini birdan qanaqa qilaman inchikilab chiqaman. Bunun da manda iqtidor var, manın da anda iqtidor var, manın da iqtidor var deb kelib, 5 o'ylanning ichida ortiq iqtidori vardan birisi chiqdi. Amaliy iqtidori var, alohidaligi var. Bu vazifaga intayin mos keladi. Men shu bir o'ylanni tanlagan bo'lsam, arab tilida faddala bo'ladi. Faddala. Ya'ni ma'lum ortiqchiligi var, boshqalarga qaraganda shu tufaylidan oldin qatorini o'tgan tanlangan degan ma'noda. Yana birisi masalan 4-5 o'ylam bor, hammasining iqtidori o'xshash, birisi-birisidan farqi yo'q, lekin ma'lumga sal yaqin do'stim yoki tuqqanim yoki yana bir narsa, ma'lum bir alohidlik tufaylidan emas, mening ko'nglimning yaqinligidan, mana shu vaqtda men
nefsim tüpeylidin bunun için birini bir vazifeye koygan bolsan bu muhabbat olur. Ayette Allah Subhanahu ve Taala nimde ifadalawatydy? Faddalna degeni. Allah bendelerdeki o özünün hahişiga ergişiş, köňlüge ergişişden munazzeh zat. Allah'ta onda iş yok. Allah Subhanahu ve Taala ma'lum hikmet tüpeylidin peygamberlerde ayrım şekilde alayidliklerini koygan bulup şu alayidlikke qarap turup peygamberlerini birisiga ortiq vazifelerini bergen aldın korullarda koygan. Yani bu demek şu demek ki peygamberlerde elçilerde özara farklılık alayidlikler var. İyi bayatma misalagan şekildeki tallaştın Allah Subhanahu ve Taala munazzeh faktör. Allah tafdil kılıdı. Özü bir hikmet tüpelidin bir alayidlikni bir peygamberge alayidin. Biridu şu alayidlik tüpelidin bu peygamberini aldığı çıkırdı. Ne tallaydı, artık kılıdı. Qandaqdır bizning insonlarga o'xshash ko'ngil xohishimiz ma tuqunimdi, ma yiqinimdi degan shaklda emas. Yani Allah Subhanahu va taolo qilgan har ish hikmatdan bo'ladi. Anaqda bir xohish, havas yoki boshqa bir sabab tufaylidan bo'ladi. Allah Subhanahu va taoloning ustidan butun insonlar o'xshash. Allah xalqan ishini qiladi, xalqan bandalarga xalqan Allohlikni beradi. Shu tufaylidan bu bandaning o'rnini boshqalardan ana qiladi, yuqurroq qiladi. Bu Allohningki fazli marhamati. Endi payg'ambarlarning birisi-birisidan Allohligiga qanday Allohlik vodisi Allah bizga misol sifatida bunda bayon qilib va minhum, ya'ni minhum man kallamalloh. Ularning ichidan Allah bevosita so'zlaganlar bor. Bu nayt ina kim o desa hammadan biri Musa alayhissalom. Allah Subhanahu va taolo Musa alayhissalomga bevosita qana qilgan so'z degan. Deb uning keyindilar va ularning ba'zining darajasini ko'tardi. Yuqorida martabalik qildi. Uchinchisiga qaraydi. Va atayna Isa ibn Maryam al-bayinat. Nurg'un dalil faktlarni kimga berdi? Isa ibn Maryam. Birinchi qator Musa alayhissalom tilga oldi. Allah so'zli deydi. İkinci qator o'tirda ba'zining darajasini ko'tardi, mubham qo'ydi. Üçüncüsüden İsa alayhissalomning gapini aniq muayyan qildi. Bir ism, yani bir ism, mesela bir sifat avval, yani bir ism o'tirda Muhammed alayhissalomning ishini, gapini tilga oldi. Yani bu ism bilan emas, lekin bergan alohidlik bilan darajasining yuqoriligi bilan tilga oldi. Avval Musa alayhissalomning gapi, andan keyin oxirida İsa alayhissalomning gapi o'tirda Muhammed alayhissalom. Musa alayhissalomga so'zlaganlik alohidligini bizga degan bo'lsa, İsa alayhissalomga bergan nurg'un alohidliklar var. Masalan, Allohning izni bilan tug'ma qarg'ularni saqaytiradigan, kasallarni saqaytiradigan, undan keyin o'liklarga duo qilish orqali Allohning izni bilan tirildiradigan mo'jizalarni bergan. Bular aniq İsa alayhissalomga bergan nima alohidliklar. O'tirdi payg'ambar alayhissalomning akablar payg'ambarlarning darajasini qanday qildi? Ko'tardi. Da Resulullah'ni isim bilen emas derecesinin kötülgenliği bilen oturdu tilga oldi. Endi peygamberlerin kelish tertibidan Musa alayhissalom burun kelgan, undan keyin İsa alayhissalom kelgan, payg'ambar alayhissalom eng oxirgi payg'ambar. Ammo Qur'onda bayatdanki daraja nuqtasida o'tirtilgandi. Bu fazilat daraja nuqtasidagi gapmi? Yo'q. Bu faqat bizga balkim shuni ishorat qilishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom olib kelgan shariat, Rasulullohning olib mangan yo'li Musa alayhissalom bilan İsa alayhissalomning olib kelgan yo'lning o'tirdik yo'l deganni ishorat qilish kerak. Musa alayhissalom kelgan Yahudiyatda, Musa alayhissalom olib kelgan Yahudiyatda moddiyat tarafi ahamiyat berilgan. Sal eshib ketdi. Ya'ni ruhaniyat, ma'naviyat tarafi bosh ahamiyat berilgan deyli. İsa alayhissalomningki ergash kuchlarni xristianlikda hozir ruhaniyat tarafi hadini eshib ketib, moddiyat sal qaralgan. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam ishki masalaning o'tirdi kelganki, moddiyatga o'xshash, ma'naviyatga o'xshash 50 ahamiyat berib, Rasululloh olib kelgan yo'lning umumiy xarakteri mush shaklda kelgan. Shunga mushuni bizga bildirsa kerak, mushuni bizga bildirmoqchi bo'lsa kerak. Musa alayhissalom bilan İsa alayhissalomning o'tirda Rasulullohni qana qildi, tilga oldi. Mesela biz peygamberlerin umum vazifesiga qaytib qarab chiqsak,
Lut aleyhisselam desek bir kentge avatilgan, bir yeziga avatilgan payg'ambar. Ba'zi payg'ambarlar va vazifasi cheklik doirada, ba'zi payg'ambarlar va vazifasi cheklik zamonda, masalan, manchak vaqtdan keyin tugagan payg'ambarlar va shunda bir payg'ambar borki, inson jinga qiyomatgachilik payg'ambarsan, elchisan, sening vazifang bu degan darajada yuqori martaba berilgan, yuqori vazifa yuklangan mana payg'ambar bor. Bu o'smi payg'ambar alayhisolatu vassalam. Ya'ni yuqoridagi deganlarimiz xizmat doirasidagi daraja. Endi mo'jizelik nuqtasidagi darajalarga kelsak, ilgirki payg'ambarlarga birilsa hissi, moddiy mo'jizalar berilgan. Deganimizdek Musa alayhisolatu vassalamning bir hassasi bor edi. Mana bu qislarimizni sizlar. Yani yılanға özgürüp sehrgarlarninki bütün sehrgarliklarının hammini qanday qilib yutib o'tgan. Bu hasar orqali dengiz o'di o'tirdan ikkiga bo'lendi. Toshqu o'di o'tirdan chiqdi, suv etilib chiqdi. Bularning hammasi shu zamonning o'zidagi kishilar ko'plam shunga ishongan, shularni ishondirgan, andan keyin bir xabarga aylangan mo'jiza. Biz ko'rdik uni. Fakat xabarni olamiz. Tushunamiz, ammo xabarga aylandi. Ya'ni bu uning kuchi shu atrofda ko'rganlarga ta'sir qiladigan kuch. İsa alayhisolamning shu kasalni davolash, o'liklarni Allohning iznidan tirkizish hammasi naq maydondagi kishilarga ko'radigan mo'jizalar. Ammo Rasulullohning mo'jizasi. Yuqorqi biz so'zlagandek paydo bo'lib tugaydigan shakldagi mo'jiza emas. Rasulullohni Alloh subhanahu va taolo qiyomatga qadar avatdi. Rasulullohning vazifasi cheksiz, ya'ni sınırsız, hududsiz. İnson, jin rayın ayırmaydı. Her zaman, her makandaki bütün insanlarga, jinlarga hammasiga qaratilgan bo'lgancha Rasulullahning mo'jizasi aqlli mo'jiza bo'ladi. Ya'ni kuchini yo'qotmaydigan bir mo'jiza bo'lishi kerak. Hammalarning o'rtaq qabul qila oladigan, avvalgi oxirgi kishilarning hammasi qo'lga ola oladigan bir mo'jiza bo'lishi kerak. U o'zi Qur'oni Karim. Ya'ni biz hozir deyalamizki, mana bu payg'ambar Alloh avatgan, buning mo'jizasi bizning qo'limizga Qur'on shu deyalaymiz. 100%lik ishonchlar. Hozirga davomlashyapti, qiyomatga qadar shu paytda davomlashadi. Undan boshqa Rasulullohning boshqa payg'ambarlardan alohidligi, ya'ni bir alohidligi. Boshqa payg'ambarlar Allohning ahkomini yo'tkab berguchi shaklda kelgan bo'lsa, boshqa payg'ambarlar Rasululloh Allohning ahkomini bizga yetkazgandan boshqa shariat o'rinlashtirish yo'lga qo'yish huquqi berilgan. Sura Hashrning 7-oyatida "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasulullohning ahvolga qarab samoviy osmondan o'tgan Qur'ondan boshqa hadis sifatida vahiyga tayinib turib, ahvolga qarab turib, hukm chiqarish, qonun chiqarish, bizga ta'limot berish alohidlik bor. Ana bu boshqa payg'ambarlarda yo'q alohidlik, Rasulullohda bor. Bu Rasulullohni bir daraja ustun ko'targanning bir ifodasi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Shu oyatdagi ash payg'ambarlarning ba'zini qanday qildik degan mazmunninki yana bir ifodasi bu. Endi gapni davom qilsak, payg'ambarlarga ashta ba'zi yo'q alohidlikni ba'ziga ba'dik deb kelgan yerda misol sifatida Musa alayhisolamga kelib kallamallohu deb bir ifoda qo'llaniladi. Ya'ni minhum man kallamalloh. Alloh so'zdi. Shu so'zlash babiga kelgan vaqtda asli o'tib ketsakmi bo'ldi, ammo bir narsani qistirib qo'yay. Biz atrofimizga qaraganimizda bizda mavjudlik, hayotlik bor. Alloh mavjud. Ammo bizning mavjudligimiz Allohning mavjudligiga o'xshamaydi. Tamam, maxluqlar ichiga qaraylik. Men so'zlayapman. Bugungi kunda elektronlik uskunlar va ovoz chiqib so'zlaydigan. Mening so'zlashim bilan ularning so'zlashishi o'xshamaydi bir maxluqlar orasida.
Bu yerden ben şu demekçi ki Allah sözlügenleri var dese kalanlara derhallam sözlü dese bizde oxşaş söyleydiğen duygu kelmesi. Allah'a ait her qanday bir isim, sifat, iş hareket, hamma ish tamamen bizga o'xshamaydi. Qur'onda buni kesib bilan bitirib qilayotganki, laysa kemislihi shay. Allohga o'xshaydigan hech nima yo'q. Qaranglar. Mening og'zim midravatida ovoz chiqyotdi, tilim bor. Shuni so'zlaydi deb o'ylaydi boshqalar. Atrofimizga elektronlik uskunlar bor, tili yo'q, ovoz chiqadi. Yine etrafımızda tili var, mahluqlar var, bizdek ovoz qilib so'zlayolmaydi. Bu mesele nima desa, so'zlash hukmi, so'zlash harakati, faoliyati Allah xolagan shaklda uni ijro qila oladi, xolagan shaklda so'zlaydigan qilib yaratadi, xolaydigan shaklda so'zlamaydigan qilib yaratadi. Hatto so'zlaydigan olat yo'q, hayvonlarning so'zlashi. Bu nima desa, Allah'ın mutlak kudretini görsüdü ve şuna farkını görsüdü ki bir nesildeki bir xislet alahidlik yeni bir nesildeki şu alahidlikte oxşaş vasıtı boğmusu mu buludu mesela. Çokum sözler için bizde til oluş şart emas. Mayda kalanlı olsun. Mesela til yok, elektronik uskunların arasında avaz kanakları çıkıp atıdı. Ama til var, hayvallah sözleyenme atıdı. Bu şu demek ki mahlukların içindeki bir alahidlikki köre o'xshamaslik bu darajada bo'lgan yerda asla xoliqning bir sifatini anglagan vaqtimizda, bir ish xoliqqa nisbat berilgan bir ish harakatini anglagan vaqtimizda uni o'zimizga tashbih qilish yoki o'zimizdagi ba'zi shakllarni tasavvur qilishning o'zi favqulodda ig'ir xatolik. Biz shunchalik deb o'tib ketamiz. Faqat buning bir prinsipi bor, laysa kemislihi shay. Allohga hech narsa o'xshamaydi. Biz Allah hakkında anlavatkan her söz bizning zihnimizga yaqinlashtirilish uchun biz tushunaladigan bir tildan ifodalangan. So'zli deb ifodaladi. Buning o'xshamaydiganligi aniq, qandaqligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Bu bir g'ayb masala. Chunki bu yerdan mushunchalik shaklda o'tib ketamiz. Faqat deydigan og'irda qo'shib qo'ydigan gapimiz Alloh subhanahu va taolo qandaq shaklda so'zlasa uningga qodir. Xuddi mahluqlarning ichida til bilan ovoz chiqarib boshqalarga bir narsa bildirayotgan mahluqlar bor. Tilsiz ovoz chiqarib bir narsa bildirayotgan mahluqlar bor. Birisi-birisiga tushunmaydigan xilma-xil tillar bor, necha yuz xil tillar bor dunyoda. Mushtaq aloqa vositalarini yaratgan Alloh xolagan shaklda aloqa qilishga qodir. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Bu bir. Musa alayhisolamning gapi bu yerdan o'tdi. Endi Isa alayhisolamning gapiga kelgan vaqtda Isa alayhisolamning Qur'onda tilga ilingan her yerga qarasak Ruhul Qudus bilan kuchlandirdik deb bir gap. Ruhul Qudus shu Jibril alayhisolamni ko'rsatdi. Nima uchun doimo Ruhul Qudus bilan kuchlantiriladi desa, Isa alayhisolamninki tug'ilish, o'lish masalalarining hammasi farqli. Shunga Sura Maryamninki 33-oyatda "Vassalamu alayya yawma wulidtu" men tug'ilgan kunda menga salom bo'lsin. "Va yawma amut" Ölüdüğün gün bana salam bolsun ve yevme ub'atu hayya. Tirildiğin gün bu bir farklılık başqaladı. İsa Aleyhisselam'ın tug'ilish meselesi desek, normal g'ayri shakldan dadasiz tug'ilib. Şu vaqt kishilar anasiga tuhmat qildi. Qur'on kelib Maryam Aleyhisselamni oqladi, pakladi, hamma ishni joyiga tushirdi. Hatto o'lishi haqida ham bularni o'ltirmoqchi bo'lishdi, o'ltirdi deyishdi, lekin Qur'on buni qana qildi, inkor qildi. Endi payg'ambarlar masalasiga kelsak, payg'ambarlarni dunyoga avatdi deganlik. Alloh subhanahu va taolo shunday bir xalq yaratdiki, erkinlik berilgan, ixtiyor qo'yilgan. Boshqa xalqlarga o'xshamaydigan atrofimizdagi boshqa xalqlarga qarab baqsak, bularda insonlarga o'xshash tanlash ixtiyorligi yo'q. Ba'zida aql yo'q, ba'zida his yo'q. Masalan, aql yo'q, hayvonlarda aql yo'q. Masalan, insonlarga o'xshash. Ba'zida his yo'q. Masalan, o'simliklarga o'xshash. Hatto ba'zida harakat yo'q, jonsiz narsalarga o'xshash. Bularning hammasi
Şundaq bir mecburi sistem bilan urunlashtirilganki, hammasi o'zining vazifasini qilishga majbur. Quyosh bir kunisi, "Ya, men insonlarga men chiqmayman bugun" demaydi. Ay bir kunisi kelib, "Yo'q, men bu insonlarga ko'rinmayman" demaydi. Yağmur kelib, "Men yağmaydim" demaydi. Ma zimin kelib, "Men ma o'simlikni o'stirmaydim, bu askadam ekan" demaydi. İnsan atını minidi, at kelib, "Ya, men buni mindamaydim" demaydi. Demek dünyada insandan başka bütün mahluklar mecburi şekilde bir sistem yaratilgan. Şu sistem boyunca özünün vazifesini ada kılıdı. Onun başka asla ve asla hukuku yok. Ama insan birden bir yer şarında, ziminde özünün vazifesini ada kılış erkinliği birilgen mahluk. Halısan kıl, halısan kılma. Muş ihtiyar insana birilgen. Ama bu ixtiyor birildi deganlik inson mutlaq hamma jihatda ixtiyor degan gap emas. Hatto inson o'zi faqat kontrol qilmaydigan taraflari bor. Inson o'zining tug'iladigan kunisini belgilayolmaydi. Vafot bo'ladigan kunisini belgilayolmaydi. Qaysi millatdan tug'ilishini belgilayolmaydi. Dadasining kim bo'lishi, onasining kim bo'lishini belgilayolmaydi. Hatto atrofida yuz berayotgan ba'zi hodisalarni belgilayolmaydi. Badanining qurilish buni belgilayolmaydi. Oqulamdi, qarulamdi, uruqlamdi, simizlamdi, kuchuklam buni belgilayolmaydi. Ama erkin bir tarafları var insanın. Biz yukarıda dediğimizde Allah nurgun türdeki nesillerini mecburi yarattı. Mecburi hizmet etti. Allah bunu kılalaydı. Hem de bir türdeki mahlukunu ekilip işini işenmeslik ihtiyarlıkını bergen olsa bu tür Allah'a asi oluş, Allah'a itaat kılış ihtiyarlıkı giyiyor. Bu yani Allah subhanahu wa ta'ala nimini irade kılıp dese Allah'a bo'lgan haqiqiy söygünü irade kılıdı Allah. Haqiqiy muhabbetini irade kılıdı. Allah'ın irade istigini bu. Biz insanlık noktasını çöngen vaktimizde mecburlaş cisimini boysundurdu. Kural tanlap durup bir adamni hatta özümüzge seyde kuldura alışımız mümkün. Lekin kural tanlap bir adamni özümüzge köydüremeyiz. Özümüzge söyleyemeyiz. Meni yaxshi ko'r demaymiz. Mana bu yüzden insandan bu alaylık olga chiqqan Allah subhanahu wa ta'ala bizga iymon babida ixtiyorlik berdi. İtaat ma'siyat babida ixtiyorlik berdi. Nimishqa suyib kildiganlarmi kasun, majburiy kildiganlarmi kasun. Bütün dünya Allah'a mecburi kildi. Ama insanlar tek bir insan nurgun noktada mecburi. Vaqti kelsa o'ladi, vaqti kelsa tug'iladi. Vaqti kelsa ag'riydi, vaqti kelsa ag'riydi. Buni mecbur. Ammo shu muhabbat isbotlaydigan yerda, Allohga muhabbatni isbotlaydigan yerda ixtiyor. Mesela deyli, burada iki hizmetkar var, bir misal alaylı. Birini erken kuyuttikilik yapamaydı. Yani birini zincirlerini bağlatmayanlık. Erken kuyutkini çakası mı kilidi? Zincirlerini bağlap koyduğunu çakası mı kilidi? O ihtiyarlık bilen kilidi. Mao zincirlerini bağlangan boğaçka söylüp kilidi endi. Ama suyuş, yaxşı görüş meselesi kelsek, zincirlerini bağlandığını bağlanıp mecburi kelgen bilen kaşığa söyleyeydi. O ihtiyarlık bilen onu erken kuyuttikilik ne çakırıp koysa kelgeninin özü yaxşı görgenlik üçün, itaatine tallıqallık üçün kilidi. Allah halisi idi. İnsanın birisi mukamay hemmesi iman edildi. Allah halisi idi, Allah'a asılı kıldığın bir insan çıkmaydı. Hemmini Allah'ın yaxşı gördüğün şekilde yarattı. Ama bu yerdeki Allah'ın ki bizge yaratkan prensibi ne olursa tallaşmış olmuş, yaxşı görüş babıda, yol tallaş babıda bir erkinlik verdi ki bizge Allah'ını üzümüz suyumuz mu ya ki kalbimizni suyumuz. Muşunu sınavşını Allah subhanahu wa ta'ala muşu babda bizge erkinlik verdi. Hatta şeytan, iblis mi? Muş noktadan geldi. Qasam qilib turdi-ki, "Fabi'izzatika" surasi Sotninki 82-oyatda. Sening g'olibliging bilan qasam deydi iblis. Allohga xitob qilib turib. G'olib degan gap sen xolisan qanday yaratsan yarata olaysan.
Lekin inson ne? Sana ergeşmeslik, seni söymeslik, itaat qilish, asili qilish jihatda erkin yaratding. Mushu sifati bilan qasamki deydi oti shayton, ha? Men ularni ozurmaydi deydi. Deb bo'lib, yana muxlis bandlarni ozurmayman. Ularning qalbidagi muhabbat meni o'ziga qanday qilmaydi, yaqinlashtirdi. Ha shaytonning qilgan, iblisning qilgan maqsadiga qaranglar, Allohninki insonni ustidagi g'oliblik sifati bilan qanday qasam qiladi. Sen g'olib Xalisan hammani qanaqlalaytding, bo'ysundiralayding. Xalisan hammani taqvo qilib yaratding, ammo erkin yaratding. Sen mushu sifati bilan qasam qilib turma, men ularni ozdirma. Illaki ularning ixlos bilan ozdirmayman deb, ma shaklda shaytonning mush tarafdan qanday qilyotdi, kelyotdi. Demek bir yerdeki meseleni düşünüşümüz gerek kardeşler. Allah halisa hem öğlenli intayin takva, muttaki kıvtele etti. Vakti hiç kim aslı kılanmaydı. Hem öğlen mümin mutlu, hiç kim kafir olanmaydı. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bazı nerslerde mecburi alet yaratkan bilen. Mesela biz onlara başımız mecburi. Ama bizge şu yol tanlaştı. Allah qo'ygan itoatda, Allah qo'ygan sevgida, mushuni onda ixtiyorlik qo'ydi. Xoliqalloh suyib itoat qilsin, xoliqalloh suyib itoat qilmay qanaqamisin. Kelmisin degan shaklda. Umush Payg'ambar alayhisalom agar mu'min Allohning qishidagi azobni bilgan bo'lsa, hech kim Allohning jannatini umid qilmaydi. Kafir Allah'ın qishidagi rahmatni bilgan bo'lsa, hech kim jannatidan umid uzmaydi deydi. Mushakaga vaqtida Allah bizga shuni hamini ko'rsatsa, hamma mu'min bo'lamiz. Azobni ko'rs, yo bu yerdagi masala biz Allohga bo'lgan sevgi bilan Allohning qishini qana qilishimiz. Ya'ni Allah subhanahu va taoloni Allohning bizga berayotgan ne'mati tufaylidan emas, Allohning zoti tufaylidan qana qilish yaxshidir. Allah'ın zat tüpeyledin, Allah'a ibadet kılış, Allah bizge mükafat süptüde o nimetlerini, o cennetini biliş, o devzakını bizden kanak kılış, saklaş. Şu başka Allah subhanahu wa ta'ala müminlerine sınaydı deydi. Mümin bende Allah'ını yaxşı görür. Allah'a itaat kılıp, Allah'a ibadet kılıdı. Şu vaxtıda malaikelerge fəxr kılıdı Allah bizden, mümin bendilerden. Malaikeler mümin benden inşaatkan nimetine asasen bulvatkallıkını oturup koygan vakti Allah müminni sınaş için nimetlerinin hemmini taşlaydı. Mal dünyalarını kembanal kılıp koydu. Ballarının kanaqlığı sınaydı. Yani birisinden şunca sınaqının işe tutup yine Allah'ını yaxşı görüp Allah'a ibadet kılgandan keyin ma bendinin Allah'ın zatı için yaxşı gördü. Allah oturup çıkardı. Allah'ın bəgən nimetlerine qarab turub emas, Allah'ın özünü yaxşı görürdü Allah'a. Üzgü bo'lgan itoatdi. Nimet bämisitu. Allah'ın yaxşı görürdü Allah'a oturup çıkdı. Bunun hemmisi Allah qo'ygan bizning itoatimizning nimasi ifodasi. Ana oyatdagi mazmun bo'yicha, ya'ni payg'ambarlarni avatish haqida ketayotgan Allah subhanahu va taolo payg'ambarlarni Allohninki, ya'ni hozir deb keldik ya. Nimiş zaman quvvatı dese, zeminde Allah'ın yaxşı gördüğü bir bendiler oldu. Çünkü bizde insandan şu bir alayetlik var. İnsandan başka məxluqun fərqlilik yeri şu. Allah qoğan halı sevgisi, ixtiyarlıq meselesi. Peyğəmbərlərin Allah'ın mənhecinin dünyaya əp kilişi, Allah'ın qanunların dünyaya əp kilişi, şu Allah'a qalbide sevgisi var kişilərə yol görüstüş üçün. Əgəşməsin buludu başqa, əgəşməydi Allah. Çünkü insanın ixtiyarlıq verilgenmiş yerde. Müminler Allah qo'ygan sevgi tufaylidan payg'ambarlar olib kelgan manhajni tutadi. Bu orqali zaminni isloh qiladi, zaminni yaxshilaydi. Zaminda Allohning vakolatchisi bo'lib, Allohning hukmini zaminda ijro qiladi. Zaminni isloh qilish ikki xil bo'ldi. Birisi yaxshi narsani buzmay yaxshi paytda qo'yib qo'yish, qilolmasa, qilolsa texmi yaxshilash. Bir misol olsak, bir buloq va suv chiqyotdi. Qilolsam bu bulaqның suyunu ölçemlik urullaştırıp, etrafını tam soqab, bir su ambırğı düşüdüğün qilib,
torba orqali xalqning uyg'icha yetkizsang, "Mau yaxshi narsani texim yaxshilik Allah qiladi." Agar qilolmasang, yaxshi narsani o'z bitib qo'yib qo'yish. Mu'minning vazifasi bu. Zimindagi vazifasi. Ya teximi yaxshilash, yoki qilolmasa o'z bitib qo'yib qo'yish. Ama onun karşısı, yani onun buzgunçılık kılış, mazimindeki pasatçılık. Müminin vazifesi denilmiş şu. Meşe gelgen vakitte biraz toxtulay kırındaşlar. Azrak insaflı konuşmamız gerek, azrak. Biz bugün yaşavatımız en yukarı turumuz seviyesinde. Göz aldığımızda oturavatkan egiz bina öylerimiz var. Maşınlar var, uyak buyak varsak kolay şekilde. Her xil alakalar var. Yemek içmeklerimiz terakki kılıp bir yere bağlı. Biz kallımızı her işten tunca kadmi gapraylı. Yavatkan bir nenemiz değil. Bunun tunca kadmi gavağı vaxtıda insanlar nani yakıştım okumaydı, güzel tamak içtim okumaydı, buğdayını teriydi. Bir zamanla onu şüphette bir nesli kılıp yiyişi mümkün. Məlum bir tecrübelerle onu taşta sokak izip yiyişi mümkün, kin asla un zavoduna oturuğa çıkışı mümkün, ondaki pekten ayrışı mümkün, ondaki birisi itip bakıp, çıkısı itip bakıp, güzel tamakla itip ta bugünkü vaxtı kelgen. Yani ben şunu demekçiyim ki bu misalden senin bugün nimetlik, huzurluk bir tamak yavatkan bolsan, Adem aleyhissalamdan tartıp ta bugünkü kadar senin bugünküdek tamak işin için həs koşkan tümenmin insanlar var. Her biri birden yaxşılık qıp mazımında sen bugünkü halat geldin. Hem de sen ya şu nərsini şu pette kelgüzge evlatlık okuysa ya ki məlum yaxşılık kuşsa onunla. Bu senin vazifen. Din insanın talep ettiğini bu. Xuddi sen bugünkü şaraitinga yüz minliğan, milyonluğan insanların tarixten buyan koşkan töhpüsü tüpeledin sen bu devir geldin. Muşalet yaşadın. Sen minvatkan bir maşini desek, şu maşininin ki tunca yasalışkı başlayan künüstün ta hazır kadar neçə yüz yıl vakti var. O desepti bir harı olup, yumulak, çaklar kesilip degендek. Senin bugün rahat, huzur içinde bir maşine haydigen bolsan, senin haydigen muşu maşinanga töhpüsü koşulgan, kan terisinden neçə milyon insan var. Neçə yüz yıl tarihten bu yana. Bugün isil kiyim giyip bolsan, muşu kiyiminin tunca bir yiplerinin ki çıkarılışı, bir pahtının terleşinin dağıtıp digil tusak yap ozon bu. Neçə yüz yıllık reyyan var. Senin bugün güzel bir kiyimini giyişin için töhp koşkan olan insanlar var. Hem de senden ilgili neçə yüz yıllardan bu yana yaşayan neçə min adamның şunca kan teridin bugün hanlardaki yaşavası. Hem de sen bundan kiyinkilerine mi çıkmakçı? Bundan kiyinkiler için neme kıpırıp gitmekçi? Sen için burunqılar şunca şuna kıpırıptı. Şunca tecrübelerden keyin bugünküdek yaşavası sen. Ben bir nesini misal aldım, digil tutsak, bekçek bu misallar. Etrafımızdaki biz paydalanatkan her nerse tünügün bugün asmandan çıkan peyda olgan nerse emas. Neçə yüz yıllık insanların tecrübesi. Hemisi ter döküp bir nerselerini kıgan. Hem de sen kelgüsü düşünmüş kılmakçı. Biz paydalanatkan her nersede ötmüştü ki her adamın bir kan teri olsa sen kelgüsü için nemi takdim kılmakçı. Din bizden bunu talep kılıyordu. Peygamberler bu yüzünü əvətildi. İnsan hayatta yorulmaması gerek. Hayatta davamlı başkalardan elip başkalarına vermeslik pek iğir çöpeylik deyimiz. Çokum sen başkalarına bir nəsə bir işin gerek. Xuddi sen ağının dek. Eğer muşu hukum her adamdan kalırsa bulmasa insan terakki kılmaydı. Dünya terakki kılmaydı. Şimdi bu noktalarda oynayıp bakış gerek. Ben misalınca almadım. Alsam misallar intayın köp. Bugünkü yavatkan bir tamıqımızın bugünkü halatı kiliş için, bir yavatkan nenimizin bugünkü halatı kiliş için bu tarihi nurgunca yıllar. Her adamın bir kadimi var. Her adamın bir emgiki var. Her adamın bir kanteri var. Hem de sen bundan kendini çıkarmakçı.
Məsələ bu olğaçqa insan bir iş qilishi kerak olğaçqa mahiyetini güllendiriş üçün hayatda bir insanın bir vazifesi olğaçqa Allah peyğəmbərlərinə əvətib anı qil, mani qılma, mao to'g'ri, mao xato deb yo'l ko'rsatish uchun payg'ambar avatdi ki zimin isloh olsun, hayat güzel olsun, hayat güllensin, buzulmusun deganlik uchun. Şun aşkı ayetdeki peyğəmbərlərini avatdi, peyğəmbərlər, sen peyğəmbər degandan hammasi şu. Hem yuqorqi ayetden bir nuqtani olamiz qarindoshlar. Mutlaka ziminde qanchalik buzilib ketsin. Bunda tarix qarab baqsak, insonlar bir payg'ambar bilan tuziladi. Tunji inson Adem alayhissalom balları Adem alayhissalom ta'limoti bilan tuzuk yashagan. Vaqt o'tgan siri insonning xohishi, insonning bir nafsi insonni bir yerlarga tortadi, u yoqqa tortadi, bu yoqqa tortadi, buzilish boshlaydi. Buzilish umumlashgan vaqtda yana bir payg'ambar keladi. Payg'ambar kelib, yurkining bir yerlarida yaxshilik va kishilar payg'ambarninki manhajini olib kelgan yo'lini qabul qiladi. Shu orqali kengayib u tuziladi. Yani o payg'ambar ketadi, o payg'ambar ketgandan keyin bir mezgildan keyin yana bu jamiyat ham qanday qiladi? Buziladi. Oyatni diqqat qiling, oyatdan chiqadigan mazmuna. Yana payg'ambar keladi, demak dunyoda ikki guruhli kishilar bo'ladi. Yaxshilik ahli, yomonlik ahli. Bir payg'ambar kelib, yaxshilik ahli kengayadi. Payg'ambar dunyodan ketgandan keyin vaqtni o'tishga ergashib, yaxshilik ahli tariyib, yomonlik ahli kengayadi. Bu yerda shuni demakchiki, qanchalik ko'p ketsin dunyo, qanchalik buzilib ketsin, bir xemir turuchqa o'xshash bir yaxshilik ahli dunyoda mutlaqo qolib qoladi. Mutlaq yaxshilik ahli tugaydigan, yaxshilikni tugaydigan ish bo'lmaydi. Yaxshilik shu kishilarni urug' qilib turib, xemir turuch qilib turib, yana kengayadi. Ana mishada qoida bo'lgan ekan. Dunyoning qonuniyati yaxshilar va yomonlar bo'lgan ekan, buning o'tirida mutlaqo bir to'qinish, surkilish, bir urush bo'ladi. Mu'min, kafir, asi, itoatchan, isloh qiluvchi, buzg'uvchi. Ana bu qonuniyat bu ikki hisoblanmaydi. Mu'min, kafir, itoatchan, asi, islohotchi, buzg'unchi. Bu ikki guruhning o'tirida mutlaqo to'qinish chiqib turadi. Bu dunyoning qonuniyati. Allah dunyoni mashta yaratgan. Oyatda Davud'dagi bugungi oyatda az o'qiyotgan oyatimizda "Walau sha'allohu maqtatalallazina min ba'dihim" payg'ambarlardan keyin to'g'ri haqni ko'rib bo'lgandan keyin kishilar o'zaro urushmaydi Alloh xohlagan bo'lsa, lekin ixtilof qildi degani boshqa jamiyat o'xshamaydi, insonlarningki ahvoli o'xshamaydi. Minhum man aman, iman etgan bir guruh bo'ladi va minhum man kafar, kafir bo'lgan bir guruh bo'ladi. Alloh xolasa amin o'xshash yo'llarsa hech kim qanday urushmaydi, lekin Alloh xohlaganini qiladi. Yani bu bir qoida. Bu yerda bizning oladiganimiz nima desa, biz shunda bir xotirjam bo'lish kerakki, Alloh dunyoda hech qanday bir zaman yaxshi ishlarni asla yo'q qilib o'tmaydi. Az qoladigan taqdirda bir xemir turishga bir uruqchi bo'lishga u qog'idek darajada bir narsa qolib qoladi. Bir yaxshilikning izi qolib qoladi. Uchay deb qolgan yaxshilik shu izdan, shu uruqdan yana ko'klab qaytadan zaminni yaxshilik umumlashdi zaminda. Bu bir qoida. Yani Allah subhanahu va taolo shu tufaylidan shu zamindagi eng az qolib qolgan uruqchini yashatadigan bir kishilarni avatidi. Payg'ambar avatadigan zamonda payg'ambar orqali payg'ambardan keyin payg'ambar Muhammad alayhisolamdan keyin qayta payg'ambar avatilmaydigan bo'lgancha har vaqt ashta bir davrga kelgan vaqtda kishilarni isloh qiladigan kishilarni avatib turadi. Mana bu oyatdagi bizga bildirilayotgan vazifamiz bu. Payg'ambarlarning vazifasi bu. Payg'ambarlarningki biz varislar deyotgan ulamoning vazifasi bu. Qoida bu yana qarindoshlar.
Bu yerdeki vazifani qanchalik ustunga ola olasan, xuddi payg'ambarlarni Alloh ustiga olgan vazifaga qarab turib birisi ortiq qilgandek, sen qanchalik vazifani ustunga ola olasan, sen Allohning nazarida shunchalik odam. Sen shunchalik vazifani ustiga olmasan, sen shunchalik odam bo'lasan. Ya'ni o'zingning daraja martabasini o'zing ko'rib o'lchab baqsan bo'ladi. Ya'ni qanchalik ish qilding, qanchalik ish qilyapsa, qanchalik yukni ustunga olyapsa, dunyoning bu nuqtalarni qanaqa qilishing kerak, tushunishing kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zimiz bilan, mollarimiz bilan bu yo'lda zaminning hayotni isloh qilish yo'llarida, Allohning yo'liga chaqirish yo'llarida sarf qiladigan bir ruhga ega qilsin, payg'ambarlarning go'zal varislaridan qilsin. Xuddi shu payg'ambarlarning orasida daraja bo'lgandek Alloh bizni yuksak darajalarga nasib qilsin. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.